Uzdul PHP dersiga 29-cı qism MySQL sandanğa uçur qıstırış. Asasliq insert into buyruq cümlesi arqılı sandanğa uçur qıstırmaz. Mesela bunun grammatikasi qaraydigan bolsaq, bu yerda sandan jadval nomi keldi. Aniki uning qimmati qimmat 1, 2 mandalatdagi buning qimmatini berdik. Andan keyin mesela bu buningki men ko'pligan sandan jadvaliniki uchurlarimiz bilan qimmat bergan vaqtimizda maqolalarda bunun qimmat berdik. Andan keyin buningki amaliy misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda sandan ulangandan keyin buningki ulanmaganligiga bir hukm qilyaptik. Andan keyin MyDB degan sonliq uchur jadvaliga ulangandan keyin biz bu yerda masalan aslidagi nomi Peter, familiyasi Peter, ismi Griffin, yashi 35 bo'lgan uchurni biz bu yerda o'zgartdik. Qimmatning o'rniga. Buningki o'zgartish shaklini bu yerdagi kod orqali o'zgartish ilib bordik. Andan keyin bu insert html deb maslamaniki uchur qismida bu yerda 2 dona kirgizish orqali 3 dona kirgizish orqali bu qimmatni kirgizgan bo'lsak, bu insert php ga yo'llangandan keyin insert php da buningga masaldagi uchurlarni shu o'qish, yerda yo'llash, andan keyin masandandagi uchur nomi bilan yo'llangan uchur nomini o'zaro almashtirish ilib berib, oxirida bir dona uchur qo'shildi, ya'ni bir dona uchur qistirıldi degan uchurni bizga ko'rsatib berdi.